Qizim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Shu siz mana jiyanni uylamoqchimiz. Dadangizni ko'ndirib qo'yganmiz. Siz ko'nsiz bo'ldi. To'yga hamma narsa tayyor. Mahram tayyormi? Ha, tayyor, mahram tayyor. Mana 3 ta g'ish apparat, bitta ko'mir apparat tayyorlab qo'yganman. Ya amaki prikol qilyapsizmi? Qayerda g'ish apparat berar ekan mahriga? Men yangilik qildim-da qizim. Men sizga yomon narsa tavsiya qilmayapman. Buni to'ydan keyin ikkishilashib ishlaysiz. Kuniga 2000 tadan 4000 tagacha g'ish chiqaradi. Oyiga $1000 dan $1,500 daromad qilsa bo'ladi. Yomon narsa bu. Sizga o'zi kelin kerakmi? Madikor kerakmi? Madikor bor mana o'zimizda. Bizga kelin kerak edi albatta. Xola siz mana ko'mir apparat bor. Kuniga 500 kilo ko'mir chiqaradi mana unaqa mana magazinda sotadigan. Oho, boy bo'lib ketasiz. Mahallani qizlari o'ta hushyor-a. Nima qilsa bo'ladi? Sen shaharga borib 2-3 ta qizlar bilan ko'rishdim deganing. Nima bo'ldi aytmadingmi? Birortasini ham basharasi yoqmadi. Ulardan so'rab ko'rdingmi? Sani bashara yoqmagandir balki. Dada, qizlar bunaqa bo'ladigan bo'lsa katta bo'lsam men uylanibman. Unda nima qilasan? O'ltir. O'zimga temir xotin yasab olaman.